Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli yurtdoshlar, bizani YouTube ijtimoiy tarmog'ida uzoq yaqindan kuzatayotgan podpischilarimiz, obunachilarimiz, bugun xudo xolasa sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik izlab so'rab yurgan yili toza avtomat korobka, rasxodsiz, haydacha tayyor bo'lgan Cobalt mashinamizni reklamasini qilib beramiz. Video obzorimizni boshlashdan sizdan iltimos so'rab qolgan narsamiz, videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Biz esa video obzorimizni boshlaymiz. Mashina 2026-yilda salondan olingan, ko'rib turganlaringizdek oq rangda va kraskalari 100% rodnoy mashinamizni. Balon holatlari toza, paket, arkaynalari zavodskiy go'ydirilgan bo'ladi. Style pozitsiyasi MCM Midnight emas. Ko'pchiliklar MCM variantni sevmaydi deymi, yaxshi ko'rmaydi deymi? 23.000 km masofani bosib o'tgan, metan gazlari qo'yilgan 3-pokoleniya, salonlar akkuratni top-toza holatda turibdi. Teyna poliklar ham tashalgan. Eva Core dizayndagi. Bag'achini ham ochib beramiz. Kraski 100% rodnoy aytib o'tdik. 2026-yil 1-oyda salondan chiqqan. Kuzov 2025 bo'lganligi sababi texpasport 2025 bosilgan, ishlab chiqarilgan yili. Motor qismi top-toza paket holatda turibdi. Metan gazi hali yaqinda qo'yildi. O'zimiz qo'yib surdik. Zo'rindan, yaxshi variantidan abezlari bor, konditsionerlari bor, motorlaridan yana kulish demagan. Top-toza holatda mashinamiz. Kapot krillaridan umuman kulish degan ishlangan joylari yo'q. Elde aplisovka arkalarına setkalar uстановка qilingan. Hali paket narsa, eldan ledlar qo'yilgan. Xullas olgandan keyin hech qanday rasxod etmaysizlar. Asosiy misol grubiy rasxodi hozirgi kunda bilasizlar nomer olish 7,5 million so'm atrofida bo'lib ketgan. Birinchi nomer olinib turibdi. Bo'llar toza. Metan gaz ham qo'yilgan. Metallar ham hozirgi kunda narxi ko'tarilgan. So'rab surishtirib baholarni qiziqib yurganlar bo'lsa biladi. Obyektni metanni qo'yishning o'zi 4,5 million so'm atrofida bo'lib turibdi. Yana sostanasi zo'r yechimda, defekti yo'q. Yana metan gazi toza sonib qoldi. Teylar ham top-toza bo'lib turibdi. Endi qiziqarli yeri mashinaning narxini obunachilarimiz uchun 140 million so'm aytib beramiz. Yana bir qiziqli yeri mana arkasiga qaranglar. Podkrennikdan ham ustomoncha qilingan. Arkada bilsangizlar Cobaltlar ko'pchilik mashinada podkrennik kelmaydi, lekin bu narsaning nodidi foydasi yaxshi mashina uchun. Teyindan suv yurib, salondan suv o'tib, yomon ishdan chiqarib, shuning bo'lib yotmaydi xullas. Mashinaning narxini 140 million so'm aytib beramiz. Obunachilarimiz uchun naqd pul ustidan yana xayrana qaytib bersak bo'ladi. Kredit ata bo'laman desangizlar, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi ayrim tumanlariga kelgan mijozlarimizga boshlang'ich to'lovi chiqadi. Mashinamizni 32 million so'm atrofida pul bersangizlar, hamma xarajatini bitirib beramiz. Oylik to'lovlari 3,5 million so'mdan 5 yil muddatga. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol telefon nomeringiz bilan bog'lanib turib, yana qo'shimcha ma'lumot asosida bo'ladi va mashina joy ko'rib, test drive etib, savdosini qilaman deganlarsa avtosiyla salonimizga taklif etib qolamiz. Izlab yurganlarga videomizni jo'natib qo'yinglar va sizlardan o'sha har doimgidek iltimos etadigan narsamiz like bosib bemalol ana qo'llab-quvvatlab tursangizlar, kommentariyada fikrlaringizni yozib o'taverasizlar. Barter variantlarimiz, kredit variantlarimiz bor. Xohlasizlar generalniy demishani chiqarib beramiz va undan tashqari sotuvda boshqa Cobalt mexaniklarimiz, avtomatlarimiz, Tracker, Onyx, xullas har xil turdagi mashinalar bor. Bemalol kelib, o'zingizga xohlagan variant asosida savdolaringizni qilib olsangizlar bo'ladi va sotiladigan mashinalar bo'lsa, men kelsangiz zo'r narxlarda mashinalarni xarid qilib olamiz. Sotib berish variantlarimiz ham bor. Sog'-salomat bo'linglar, hammalaringizni avtosiyla salonimizda kutib qolamiz. Ayrim aytilmay qolgan ma'lumotlar bo'lgan bo'lsa, telefon nomeringiz bilan bog'laninglar, bemalol ma'lumotlarni olib, yana keyin tashrif buyursangiz bo'ladi.